Mana bugun biz Qo'ng'irot tumanida amalga oshirilayotgan ishlar, islohotlar samarasi, prezident qarorlari asosida amalga oshirilayotgan ishlarning natijasi qanday bo'lmoqda? Mana shular bilan yaqindan tanishish maqsadida ijodiy jamoamiz bilan birgalikda Qo'ng'irot tumaniga yo'l oldik. Bugungi kunda prezidentimizning maxsus qarorlari, alohida e'tibori natijasida Qoraqalpog'iston Respublikasining har bir hududi, har bir tumani misli ko'rilmagan darajada o'zgarishlarga, yangilanishlarga yuz bermoqda. Qo'ng'irot tumanida ham biz ishonamiz, kattadan katta o'zgarishlar va rivojlanishlarga guvoh bo'lamiz. Bugun Qoraqalpog'iston Respublikasi haqiqiy ma'noda rivojlanishlarga dadil qadam tashlayotgan hudud desak yanglishmaymiz. Sababi har bir soha, infratuzilma hududlar kesimida jadal sur'atlarda rivojlanmoqda. Tumanlarning o'sish drayveri orqali aholining yashash farovonligi oshmoqda. Yo'l-yo'lakay ijodiy jamoamiz bilan tumanga tashrif buyurar ekanmiz, Qo'ng'irot ostonasidan boshlab qurilishlar maydoniga aylanganligiga guvoh bo'ldik. Buning sababi davlatimiz rahbari tomonidan qabul qilingan maxsus qaror asosida respublikamizning Qo'ng'irot va Chimboy tumanlarining belgilab olinishi va hududni kompleks rivojlantirish hisoblanadi. Siz ko'rib turgan mana shu kanal Qo'ng'irot tumani markazidan o'tuvchi Jingishki kanali bo'yi hisoblanadi. Bu yerda prezidentimizning respublika hududlarini jadal kompleks rivojlantirish uchun tanlab olingan tuman shaharlarda amaliy chora-tadbirlarni amalga oshirish to'g'risidagi qaror asosida ta'mirlash, rekonstruksiya qilish ishlari olib borilmoqda. Xo'sh, bu yerda mana shu kanal bo'ylarida yana qanday qurilish, ta'mirlash ishlari olib boriladi? Rejalar qanday? Mana shular haqida biz to'liq ma'lumot olish uchun ish boshqaruvchi bilan suhbatlashamiz. Qoraqalpog'iston Respublikasining Ministrlik Kengesining birdan-bir büyükbaş tarafinden, injining kompaniya tarafinden qarжы ajratilib, bunda qarжы miqdor summasi 13 milyard 800 milyon pul ajratildi. 2025 yıl sentyabr ayından başlap жұмыстар başlandı bu yerде. Бұл жерде жұмыстың тәртіптері пиядалар жүру несі, көзі әлсіздерге арналған жүру, велосипедный велодорожка деп айтамыз ғой, яғни өзіміздің тілде. Жүру, сондай нелер майданшалы жұмыс істері алып барылмақта қазіргі күнде. 40-тан астам жұмысшылар жұмыс істеп жатырды. Жұмысшылар, техникаларымыз бар, погрузчиклеріміз, самосвалlarımız, экскаваторларымыз, техникаларымыз жұмыс істеп тұрды қазіргі күнде 2 мезгіл жұмыс істеліп жатырды. Жұмысшыларға 2 мезгіл ыссы тамақ, жатақ жай бәрі ажыратылған. Qaysi bosqichga keldi endi qurilish ta'mirlash ishlari? Hozirgi vaqtda sentyabr ayında boshlangan bo'lsa, o'sha kunga deyin ishlagan жұмысымыз 75% miqdorini quraydi hozir. Mana shu Jingishki kanali bo'yida qanday dam olish maskanlari rejalashtirilgan? O'zimizning tilda aytganda jaslar o'rayi deb aytiladi ғой. Bizlarda Dimali o'rayында sirtda ajitxonalarimiz bor, zamonaviy hozirgi. Fontanlarimiz bor bunda, jaslarga aylanu. Savdo o'rinlari bor ajratilgan, tungi jartqichlar bor, skameykalar bor, Dimali o'rni uchun ajratilgan. Parkovkalarimiz bor, ya'ni mashina qo'yu maydonchasi bor. Ko'pirlar rekonstruksiya qilinadi. Mana shu kanalning ikkita bo'yi oldin qanaqa edi? Oldingi tarafi tashlandiq yerlari. Hozirgi kunda meni ko'rib turganingizdagidek obodonlashtirib, жұмыслары alib borilib, zo'r bo'lyapti. Aholining munosabati qanday bu ishlarga? Aholi munosabati yaxshi. O'ziga kirtirib, hammasi rahmat aytyapti. Zo'r bo'lyapti deyapti. Shu bilan birga prezidentimizning respublika hududlarini jadal kompleks rivojlantirish uchun tanlab olingan tuman shaharlarda amaliy chora-tadbirlarni amalga oshirish to'g'risidagi mazkur qarori asosida tumandagi Kiyet ovul fuqarolari yig'inida 13 nafar fuqarolarga ijaraga berilgan 15 gektar yer maydonida Kiyet dehqonlari ishlab chiqarish kooperativi tomonidan bir kontur, bir mahsulot tamoyili asosida loyiha amalga oshirish nazarda tutilgan. Mazkur yer maydonlarida brokkoli, karami va boshqa yuqori daromadli ekinlar ekilgan va hosillarni eksportga yo'naltirish ishlarini tashkil qilish belgilangan. Dehqonchilikda mana yerda boshlaganimga 3 yil bo'lyapti. Birinchi maqsadimiz qavm bo'ldi. Eksportga chiqardi u. Maqsadi yaxshi bo'ldi. Endi u ham prezidentimizning niyasi bilan bir kontor bir maqsad sifatida ham shu 15 gektarni tanlab oldi.
Bize dehqonlar hammamiz shuga uyushib, shuni ekdik. Qavun yaxshi bo'ldi. Izinden yer bo'sh qolmau uchun ikkinchi maqsad yetishtiruvga tayinlandik. Iyul oyida bize qavun jinastirayotgan vaqtimizda o tuxumini olib, uni nalga berdi-da. Şöyle bize yer açılgandan keyin o'zi nal tayin bo'ldi. 15-avgust kuni o'sha brokkoli degan kapustani o'tirgizdik. Kapusta yaxshi bo'ladi. Brokkoli Yaponiyadan keltirilgan. Negizi buning tuxumi suv ko'p talab etadi. To'gundan o'g'it deydi. O'g'itdan yaxshi talab etadi. Lekin sen hozir bu 90 kunlik mahsulot. Hozir yetilib turibdi. Miniki ko'rib turibsizlar. Yetiluvi yaxshi. Bunun daromadi da yaxshi bo'ladi. Qo'ng'at bozorida o'rtacha hesab bilan brokkoli 30 mingdan 40 ming, 45 mingga deyim chiqib turadi. Bu o'nim Qo'ng'at dehqonlar uchun жаңа tajriba bo'ldi. Buni ekkandan keyin Xudo qalasa buni yaxshi daromad olasan. Bir, ikkinchidan, buni ikkinchi maqsad hisobida yegasan. Naldan chiqqan bo'lgandan keyin izinden tez alan sabzavot bo'l. O'rama kapustani biz ovqat hisobida yeymiz. Buni vitamin hisobida qabullaymiz, salat hisobida. Tumandagi Azat mahalla fuqarolari yig'ini hududidagi eski tuman fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish bo'limi binosini mukammal ta'mirlash ishlari boshlangan bo'lib, natijada bu yerda zamonaviy IT markazi filialini tashkil etish hamda Al-Xorazmiy vorislari loyihasini amalga oshirish orqali yoshlarni chet tillari va IT ga o'qitishni tashkil etish rejalashtirilgan. Loyiha qiymati 1.8 milliard so'mni tashkil etadi. Hurmatli Prezidentimizning Arnovli qarori tekarında 2025-2026 yıllarda Qo'ng'irot rayon jidel kompleks rivojlantiruv dasturi tasdiqlandi. Bu dastur tekarında rayon o'rayida joylashgan eski PXAJ imoratini hakimlik balansına alu hamda ol yerda IT o'rayin shulkamlashtiruv topshirmasi berilgan edi. Hozirgi kunda bu o'rayda rekonstruksiya жұмыслары olib borilmoqda. Rekonstruksiya жұмыслары tamomlangandan keyin bu o'rayda IT o'rayi shulkamlashtiriladi. IT o'rayida rayon fuqarolari, joshlari IT tarafına o'qitiladi. Soning bilan birga жаңа joy бар. Muhammed Al-Xorazmiy avlodlari joy bari shengberinde 7-klassdan 11-klassga chekimga maktab o'quvchilari IT tarafına hamda chet tillarini bepul o'qitiladi. Soning bilan birga qo'shimcha qurilib o'tirgan imoratda rayonimizda bor bo'lgan IT firmalari o'sha yerga joylashtirilib, joshlarimizning IT tarafında o'zini o'zi band etuvi, жұмыс ishlashi uchun sharoitlar yaratiladi. Ma'lumki, Qo'ng'irot tumani azaldan ishlab chiqarish va sanoatga ixtisoslashgan bo'lib, bu o'z navbatida hudud rivojiga xizmat qilmoqda. Shu boisdan ham bu yerda tadbirkorlik subyektlari soni kun sayin ortmoqda. Ko'rsatuv davomida tashrif buyurgan keyingi manzilimiz tumandagi Azatliq mahalla fuqarolari yig'ini hududidagi bir necha xotin-qizni ish bilan ta'minlagan. Qoraqalpoq milliy naqshlari tushirilgan kiyimlar va buyumlar tikish bilan shug'ullanuvchi hunarmand ishxonasi bo'ldi. Bungi kunda Qoraqalpog'iston Respublikasining Qo'ng'irot tumanida har bir soha jadal rivojlanib, mayli u qurilish sohasi bo'lsin, mayli u tibbiyot sohasi bo'lsin, har bir sohada rivojlanishlar ko'zga tashlanmoqda. Mana bugun biz tumandagi hunarmandlardan birining ishxonasiga tashrif buyurdik. Bu yerdagi rivojlanishlar ham ko'zimizni quvontirmoqda. Ya'ni Qoraqalpoq milliy naqshlari tushirilgan mana shunaqa buyumlar tayyorlanmoqda. Hunarmandning o'zi bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum, Xormang. Ushbu ishlarni siz qachondan boshlagansiz? Men bu tikushlik tarafına 2009 yıldan beri kirib keldim. Hozirgi kunda sol uyinde bo'sh o'tirgan hayal qizlarga shunday tikuning sirlarini o'rgatib keltiribman. Kreditlar asosidami yoki o'zingiz mustaqil? Sol prezidentimizning tarafidan yengilletilgan kredit olib, o'zimning shumsimda ulkaytib, tikuv mashinalarini olib, sol qiz-kelinchaklarga o'rgatib keltiribman. Hozir qo'l ostingizda qancha xotin-qiz ishlamoqda? 5 qizim bor hozir. Uyinde bo'sh o'tirgan qiz-kelinchaklar. Asosan qanday buyumlarni ishlamoqdasiz? Hozirgi kunda solna o'zlarimizning Qoraqalpoq milliy naqshlari tuzilgan kiyimlarga buyurtma olamiz. Ularda sol zamonga say qilib, zamonaviy etib, xalqqa inam etib o'tiribmiz. Talab kuchli hozirgi kunda sol yosh qizlarimizda maktabdagi qizlarda, o'quvchilarda har 5 kuni milliylik kuni deb belgilangan o sol uchun ko'proq buyurtma olamiz o'quvchilardan da maktabdan. Mana ko'rib turibmiz, har xil naqshlar tushirilgan buyumlar bu yerda ko'zimiz tushmoqda. Har bir naqsh o'ziga yarasha ma'no bildirar ekanda. Masalan, bu yerdagi naqsh qanday ma'nolarni bildiradi?
Mынау o'zi burun ata-bobolarimiz ko'бinесе шаруашылык bilan shug'ullanib kelgan. Gul tarizli, мысалы, mынау hozir qurmisqa bel degan hayvonlardan, сол gullarning atlaridan kelib chiqqan naqslarimiz. Bu qurmisqa bel deb aytiladi. Naqslarning turlari ko'p. Мысалы, mınalarda jetaban. Hammasi o'ziga yarasha ma'noga ega. Ava, o'zlarining hammasining o'zining ta'riflari bor. Bular asosan nimalarga qo'llaniladi? Bu mana jengning ishina qo'yiladi. Kiyimlarda. Kiyimlarning jengning og'zina qo'yiladi. Mana bunaqa sumkachalarga bo'lgan talab qanday bugungi kunda? Bunday shijlanlarda bizlar ko'binесе festivallarga borganda olib boramiz. O yerda sol turistlarning shunday qo'lmen yetmay ko'proq qiziqadi. Turistlar so'ng uchun ular baholab oladi o'zlari. Endi bugungi kundagi rejalaringiz qanday? Kelishakda rejalarim xudo xolasa tiguv seximda yilida ulkaytib, sol uyda bo'sa turgan qiz-kelinchaklarga o'zimning jardamimda, bilimlarimda bersam deyman. Ham ular o'zlarining sol uyini daromad kirgizib, o'z жұмысларын башласа degan umiddaman. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qoraqalpog'iston Respublikasida tuzni qayta ishlashni rivojlantirishga qaratilgan chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori asosida Qoraqalpog'iston Respublikasidagi Barsakelmes tuz konining mavjud imkoniyatlaridan samarali foydalanish maqsadida tumandagi Qo'ng'irot ovul fuqarolar yig'ini hududida tuzni qayta ishlab chiqarish korxonasi test rejimida faoliyat boshlamoqda. Loyiha qiymati 1.2 million dollarni tashkil qiladi. Qo'ng'irot tumanini biz ishlab chiqarish va sanoatga ixtisoslashgan tuman desak bo'ladi. Bu yerda mana siz ko'rib turgan tuzni qayta ishlab chiqarish korxonasi test rejimida faoliyat olib bormoqda. Bu yerdagi ish boshqaruvchi bilan biz suhbatlashamiz. Bu korxona ish boshlashi, to'liq ishga o'tishi yil oxirigacha, keyingi yil boshigacha to'liq ishga o'tadi korxonamiz. Bu yerga tuzlar qayerdan olib kelmoqda? Bizlar hozirda tuzni Barsakelmes konidan yillar davomida pishib yetilgan yaxshi tabiiy tuzni olib kelib, kristal tuzni shu yerda qayta ishlaymiz. Necha bosqichda o'tadi bu tuzlar? Bizlar asosan tuzimizni birinchi navbatda bunkerga to'kib, undan keyin lentada qattiq jism, tosh yoki boshqadir axlatlarni olib tashlagan holda, undan keyin 5 bosqichli yuvilishdan keyin undan keyin sentrifugada suvni ajratib, keyin quritish peshimizda o'tkazamiz. 5 bosqichli. Undan keyin har xil navlarga qadoqlaymiz mijozlarning talabiga ko'ra. Ushbu korxona to'liq ishga tushgandan so'ng qancha aholining bandligi ta'minlanadi? Endi hozir bu yerda Xitoy texnologiyasi zavodimiz yangi texnologiya bilan jihozlangan. Endi kelajakda to'liq quvvatda ishlaganimizda 60 kishini ish bilan ta'minlashga qurbimiz yetadi, xudo xolasa inshaalloh. Soatiga qancha tuz ishlab chiqariladi? Bir soatiga bizlarda 15 tonnadan tuz ishlab chiqaramiz, har xil navdagi tuzlarni. Korxona asosan yarim tayyor mahsulotlarni ishlab chiqarishga mo'ljallangan. Hozirda rejalar qanday? Qayerlarga yetkazib berishni maqsad qilmoqdasiz? Kelajakda bizlar korxonani tayyor mahsulotga o'tkazamiz. O'zing yaqin qoldi. 1 kilolik qadoqlab, Qo'ng'irotda o'zini Qo'ng'irot osh tuzi brendini ishlab chiqarish, keyin hozirda Rossiya, Qozog'iston va o'zimizda ichki bozor ta'minlashga harakat qilyapmiz. Demak, qo'ng'irotliklar o'zining brendiga ega, tuzlariga ega bo'ladi. Albatta, korxona faoliyatiga biz omad tilab qolamiz. Mamlakat rivoji uchun xizmat qilayotgan eng muhim sohalardan biri bu albatta tadbirkorlik hisoblanadi. Davlatimiz rahbari bot-bot takrorlab, rivojlantirish, yoshlarni ko'proq jalb qilish zarur bo'lgan ushbu sohaning Qoraqalpog'istonda taraqqiy topishi har bir hudud aholisining farovonligiga xizmat qilmoqda. Bugungi shiddat bilan rivojlanayotgan bir davr uyda o'tirib emas, aksincha zamon bilan qadamba-qadam yurish kerakligini tushungan va buni o'zlariga dasturul amal qilayotgan qoraqalpog'istonlik tadbirkorlar yaratilgan imkoniyat
imkoniyat va imtiyozlardan maksimal darajada foydalanishmoqda desak yanglishmaymiz. Mana shunday sharoitlardan unumli foydalanib, ham o'zlarining bandligini ta'minlagan, ham qo'shimcha daromad manbaiga ega bo'lgan. Biz so'z yuritgan qo'ng'irotlik tadbirkorlar bugun rivojlanishlarning bir qismi bo'layotganligidan va yurt ravnaqiga hissa qo'shayotganidan mamnun. Hududda esa rivojlanish va shiddatlar bardavom bo'lishiga ishonamiz.